ifni o'rniga alternativlari, ya'ni ifni o'rniga ishlatilsa bo'ladigan grammatikallar. Xo'p, we need a pen. There is no. Okay. Xo'p, ifni o'rniga ishlasak bo'ladi. As long as, so long as. Ikkalasi ham ifni o'rniga keladi. Yoki only if, provided that ham o'rniga ishlatilsa bo'ladi. Bularni keyinroq o'rganamiz. O'zbek tiliga ma'nosi faqat bo'lsa, sharti bilan, o'shanaqa ma'nosi bor. Hop, formulasi as long as clause keyin main clause keladi. Hop, oddiy tushuntirgan bo'lsam, as long as degan ega, fe'l to'ldiruvchi, o'rtada virgul kelishi shart. Agar as long as o'rtaga o'tsa, virgul yo'qoladi. Va yana ega, to'ldiruvchi, fe'l to'ldiruvchi keladi. Simple gapdan boshlaymiz va keyin IELTS writing gaplarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, we'll go hiking as long as yoki o'rniga so long as desa ham o'chirib so long as desa ham bo'laveradi. Asosida as long as degan gapni qo'ydik. Xo'p, biz hikingga borishimiz mumkin agar the weather is okay, ob-havo yaxshi bo'lsa. Gapni bo'lagan bo'lsam, we bu yerda ega, mana bu egani o'rniga keldi. Yana as long as gapni o'rtasiga o'tdi-da, o'shaning uchun virgul qo'yilmadi. Boshqa kelsa ham bo'laveradi. Xullas, we ega, will yordamchi fe'l berdi, go fe'l, hiking to'ldiruvchi. Bu yerdan shunday ega, yordamchi fe'l to'ldiruvchi. Yoki oddiy fe'l kelsa mana you can borrow my book. Kitobni olsangiz bo'ladi agar as long as you return it, qaytarib berish sharti bilan. You can, you ega, can modal fe'l, borrow oddiy fe'l, my book to'ldiruvchi bu yerda. Yana as long as, ya'ni you ega, return fe'l, it to'ldiruvchi. Shunday. Hop, IELTS writing gaplarga ko'radigan bo'lsak, qiyinroq gaplar, mana bulardan ko'proq gap tuzib, sekin bu yoqlarga o'tsa bo'laveradi. Self practice. Hop, I don't object to working under pressure. Men object emasman, ya'ni qarshi emasman. Object qarshi degan ma'nosi ham bor. Men qarshi emasman bosim ostida ishlashga. Yes, working under pressure. Agar, as long as agar expectations are realistic, ya'ni natijalar va talablar o'sha realistic bo'lsa. Keyin gap, government can raise taxes. Hukumat soliqlarni oshirishi kerak yoki oshirishi mumkin. So long as agar additional revenue, qo'shimcha soliq is invested wisely. Oqirini yaxshi joylarga to'g'ri sarflansa. To'g'ri invest qilinsa. Xo'p, oshirishi mumkin. O'sha ma'noda gapiryapti. Keyingisi, technology is beneficial. Texnologiya foydali agar, as long as agar people use it responsibly. Odamlar uni nima qilsa, mas'uliyatli tarzda ishlatsa. Children should have smartphone. Bolalarga smartphone should berish kerak. Only as long as, faqatgina agar parents monitor their online activity. Odamlar kuzatib borsagina online activitiesni. Xo'p, birontasini bittasini to'g'rilab beramiz. Misol uchun, mana government ega, ikkitasi ko'rsam bo'lamku. Bo'larkanmi? Pastga yozamiz mayli. Government nima? Ega, qo'shilgan. Keyingisi nima? Can, modal fe'l. Modal fe'l keladi ham, ba'zi payt kelmaydi hamda. Modal fe'l deyman mana. Keyin qo'shilgan oddiy fe'l. Yes, fe'l va qo'shilgan nima? Taxes, soliq. Bu to'ldiruvchi. O'rta yana bitta as long as kelyapti-da. Shunday. Additional revenue, qo'shimcha soliq. Qo'shimcha bu yerda sifatda, mana bu. O'tda oldin kelyapti-da. Qo'shimcha soliq, chiroyli gul degandek. Qo'shimcha soliq bo'limi ega, qo'shilgan is
yordamchi fe'l, if demoqchi bo'lasizlar. Yordamchi fe'l. Bizlar invest asosiy fe'l. Yes, main verb keladi, asosiy fe'l qo'shilgan. Nima? Wisely bizlarda ravishni to'ldiruvchi harf ketsin. Okay. Xuddi mana shunday. Shunday uzun gaplar xuddi shunday mana shu struktura bo'yicha tuzilib ketgan. Mana bu uzun gap. Biz shunday tuzsa bo'ladi. Yani gap holatiga qarab modal fe'l qo'shiladi, holatiga qarab is qo'shiladi, holatiga qarab yani bu yerda mana don't qo'shiladi, gapni turiga qarab. Yes, this is the grammar of today. As long as and so long as. If the gapirib charchab ketgan bo'lsanglar, o'rniga